Adamni tanımaydiganlar yo'q-ku, bu dövlətimizning dаңlıq Gumpishayi Changlong tağımız. Changlong yosh vaqtida xili kelishgan bo'lg'achqa nurg'un ayollar kuyib qoptike. Kuyib qolganlarning orasida ayol arvohlarmi bor ekan. Chaqchaq qilmadim jimo, buni o'zi bir programmada so'zlab chiqqan. Sizlarga ozroq yerini qo'yib beray. 唔信嘅。咁啊到咗大啦，到咗大啦，我第一次我都唔知信好唔信好嘅，好多人就係嗰啲啊。Bugun men sizlarga Changlongning o'xshash bir ayol arvohga ikki qitim yo'liqqanlik kechirmishini so'zlab beray. Changlongning aytishicha, toki shu ishqa yo'liqqacha bu dunyoda jin arvohlarning borligiga ishonmaydigandiq. O'zimi ko'rib boqmaganka, tunji qitimda qo'rqinchli kechirmishi bunda boshlanibdi. Koreyaning Chinjou shahrida kino ishlayotgan vaqtlarda bu cho'lpon harakatli kino ishlaydi bilsizlar-ku. Koreyada bir necha kun izchil o'zi qichiyotgan boshqalar qo'g'layotgan shunday jiddiy ko'rinishlarni surat kelib, bir kun kechda intayin charchab ketganlikdan yotoqqa kiriblar, karavotga o'zini tashlab uxlab qolibdi. U yotoqning bir tarafi hojatxona, yana bir tarafi intayin cho'ng ko'rinma aynakka. Cho'ngning uxlab yetib, tushida yana kino ishlab tushib, put-qo'llarini havoda pullanlatib, o'zining harakatidan o'zi cho'chib uyg'onib ketibdi. Ondan aynak tarafga amdi o'rilib yetishiga, aynakning ichida oq kiyim kiyib olgan, uzun chechining hammasini oldiga tushirib olgan bir ayolni ko'rib, hayronlikda ko'zini yug'on ichib qarashga boshlabdi. Bu uning hayotida tunji qitim shunday ishga yo'liqish ekan. Yeliqi ayol arvoh asta surilib kelib Changlongning besh tarafga o'tib qarab turibdi. Odatda ikki qo'limizni maydimizga qaychilashtirib qo'yib olsak, oson qor besib qoldi-ku. Changlongning aslab berishicha, u vaqtda ikki qo'lini ikki yonga tashlab yetibdi bo'lsa. Uyning hamma yeriga sapsilib qarasa, hamma narsa o'zib bitdi. Men arvohga yo'liqibdiman-da, debdi ichida. Lekin kallasi intayin sagak. Darhol o'zining Koreyada ekanligini esi kelib, burun Koreyada turib boqqachqa, tilini xil yaxshi biladi ekan. Koreya tilida u ayolga "Siz kim o?" debdi. Ayol arvoh bu gapni anglab, asta tuvanga ingishgash, inchki uzun qo'llarini Changlongga so'zibdi. U ayol ingishayotgan vaqtda Changlong o'zining midirlay olmaydiganligini his qilib, tipirlab, ichida endi qandoq qilaman deb qo'rqib shunda jiddiylashib ketibdi. Shundoq jiddiylashib, endi butun kuchini yig'ibmi midirlay olmay yurib, keyindan uxlab qopdi. Uyg'ongandan keyin o'ziga o'zi tasalli berib, meni qor besib qopdi, men cho'qim tush ko'rib qoldim deb bu ishni o'tkazib yutibdi. Dal 2 yildan keyin Chaoshanga kino suratga og'il berib, shu yerdagi bir mehmonsaroyga tushibdi. U garchi Chaoshan bo'yicha eng hashamatli mehmonsaroy bo'lsa-mu, lekin yotoqlari, karavatlari shuna kichikkanda, Changlong bir kun kechgacha kino suratga ilib, yarim kechada mehmonsaroyga qaytib kelibdi, lekin yotoqining nomerini esida tutib olmag'achqa topolmay, vositasiga telefon qilib yurib, yotoqni tepib kiribdi. Charchab ketganlikdan tezla uxlab qopdi, vositasimi shu yerda uxlab qopdi. Changlong deriz tarafga qarab uxlab yetib, yarim kecha bo'lganda o'zim uxmaydigan tuyuqsizlam uyg'onib ketibdi. Ko'zni ichib qarasa, ko'z oldida, 2 yilning oldida Koreyada ko'rgan yiliq ayol. Yana shu burunqidek oq kiyim, yana shu sochlarining hammasini yuziga tushirib olgan holatda turgan. Buni ko'rib, endi men tush ko'ryaptimdim yo o'ngimmi deb hayron qilib, ko'zini texim yug'on ichib birdan qarab turib jazmlashtirgandan keyin rasmiy qo'rqashga boshlabdi-da. Qo'rqib jaloqishib titirganicha, yana shu Koreya tilida "Siz bu yerda nima qilyapsiz? Keynimdan agishib nima qilasiz?" deb voqirab ketibdi. Vositasi bu vaqtda uxlayotgankan, bu ovozdan uyg'onib ketib, qarasa bu Changlong o'zi bilan o'zi voqirab ketib qolgan, jaloqishib titrab ketib qolgan. Shuning bilan berib Changlongni uyg'otibdi. Shuning bilan Changlong bu ishlardan ansirab qilib, endi bu arvohlarmi yaxshi yomon deb ikki turga ayriladigan bo'lg'achqa, men qandoqqa uchrab qoldim deb Koreyadan yomon bir doktorni tepib ko'rinibdi. U doktor ko'rib yiqib, "Ansirmisangiz bo'ldi, siz yaxshisiga yo'liqibsiz, sizga ziyonkashlik qilmaydi ekan" debdi. Ya'ni mushunga o'xshash, mushu dаңlıq cho'lponlarning kino ishlash jarayonida har xil qo'rqinchli ishlarga yo'liqqan kechirmishlari to'g'rida xilbak jiqqa qiziqadiganlar o'zinglar izlab ko'rib boqsanglar bo'ldi. Bugun hikoya chiqarmaslikqa ko'nglim unimidi, ozroq bo'lsa-mu, qisqagina bo'lsa-mu, shuni chiqarib turay dedim. Unda bo'lsa, ertaga hikoya ko'rishaylik, xayr xo'sh.